Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana bugun ham Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga keldik. Toshloqda Qaqir degan joydamiz. Qaqirda mana birashgan xonadon egalarini kenjalarimisiz, katta yo kattalarimi? Kenjasimisiz? Bu ukamizni ham suhbatga tortib qolamiz. Hozir maktabdan keldi shekilli. Ha, hali o'qishlar bo'lyaptimi? Ha, yaxshi. Charchamasdan borib kelyapsiz. Darslarga vaqtida boryapsizlarmi? Ha, yaxshi. Xullas, mana patologlarimiz xudo xolasa bitta ish jarayonlarini ko'rdingiz uka. Qalay chiqdi uka, yoqdimi? Zo'r chiqdi. Hammaga tavsiya qilaman. Agar keyin bu chang bo'ladi. Chang bo'lsa buni artsa bo'ladimi aka keyin? Chang bo'lsa artsa bo'ladi. Buni videolarimda ko'rsatyapman. Mana shu yerda hozir shu narsani ko'rsatay mana. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu ko'p oz joyda sotilyapti bu narsa. Svetimiz yaxshi bo'lsa kerak. Mana shu holatda bemalol artib tozalasa bo'laveradi. Mana. Yana bunga xullas haligi misol dog' degan taqdirda ham parashoyli suvlar bo'ladi-yu. Parashoyli suvgacha anaqa qilib turib, mo'nisini yaxshilab parashoyli suvda chayqab olib turib, toza qilib turib, yengil bittatib chiqib turib, orqasidan quruqlatadi bittatib yuborilsa, quruqlatib molga tashlab turib. Yo'qsa mo'ni siqib turib, atib yuborilsa, yana ham yarki bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Juda ideal holatda turadi. Ishlarimiz sizga yoqdimi uka, xullas? Yoqdi. O'zbekiston ahliga, butun O'zbekiston ahliga bu narsani tavsiya qilaverasizmi? Tavsiya qilaman. O'zlaring mana videoda ko'rgansizlar, pechatlarda qatda tinig'imni qanaqa chiqar ekan deb o'ylagansizlar. Qalay chiqdi? Zo'r chiqdi, menga yoqdi. Ko'ngillarda chiqdimi? Ha, ko'nglimdagi chiqdi. Keyin hammaga tavsiya qilaman ularga. Hammaga tavsiya qilaverasiz. Rost ekanmi o'sha videodagi narsalar? Prosta ko'z bo'yamachilikka olganimiz yo'q ekanmi? Hamma yo'q rost ekanmi? Mana chiroqlar ham xudo xolasa ajoyib holatda qo'yildi. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Birazga rahmat sizga ham kattakon. Yaxshi kunlarda ko'rishaveradi. Yana xizmat bo'lsa, qarindosh urug'larga ham hammaga tavsiya qilaverasiz. Xo'p, sog' bo'linglar. Qadrli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Hozir bu yerda chiroyli qilib yaqindan video syomka qilib chiqaraman. Tag'in yana bitta narsa, qadrli obunachilar, shaxsan vodiy bo'ylab razmerlarni o'zim o'lchagani boryapman. Ular tavsiyalarni beraman. Savollaringiz yo'qmi hech qanday? Yo'q. Ha, bo'ldi. Tavsiyalarni beraman, xudo xolasa ajoyib ideal holatda chiqadi. Kataloglarimizni o'sha Telegram kanalidan tashlab beryapmiz. Tanlab, misol bir xonali joylar bo'lsa, o'zlaringizdan razmerda o'lchab tashlasalaring, bir yo'li tayyorlab ham olib boraveramiz, xullas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Rahmat uka sizga ham. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana ishlarimiz yakuniga yetdi. Xudo xolasa bu yerda mana Toshloq tumanida ham ishlarimiz xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi. Ko'ringlar, mana pechatlarimiz o'ta ideal, o'ta tiniq holatda chiqdi. Mana ajoyib holatda. Bu yerda xullas gullarimiz qirg'oq tomonlariga o'sha ular baget yopishtiriladi. Bunga ham bemalol sipashli holatda qilindi. Gullarimiz xullas mana mramorning xullas varianti aralashgan. Ham o'sha atachenta forma bo'lib chiqadi mana. Ko'ringlar. Ham guli bor, ham shunaqa mramorning stilda yangi fasollarimizni xullas qilib beryapti. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Hali buni remont hali bo'lgan yo'q. Pastki tomonlari mana shpatulovka holatda tortib qo'yilgan. Даже qirg'oqlar mana rodbollar tortib qo'yilgan. Tagidan baget yopishtiriladigan joylarga xullas bemalol keyin ham oldindan xullas natijli hissalaring bo'laveradi. Chunki qirg'oqdagi o'sha qiyshiq joylarini xullas baget yopib, chiroyli yana ishga sifat beradi. Ko'ringlar, mana ajoyib chiroyli holatda ishlarimiz bitdi. Pechatlarimiz o'ta tiniq, o'ta ideal holatda. Qadrli obunachilar, shaxsan razmerlarni vodiy bo'ylab o'lchagan o'zim boryapman. O'zim tavsiyalarni beraman. Keyin kichkina obyektiv borlar, misol 10-15 kvadratli joylarga kelgani qanaqa bo'ladi deganlarga, kichkina joylarga iloji bo'lsa, onlayn zakaz qilsalaring, bir yo'la tayyorlab, olib borib o'rnatib beraveramiz. Mana Telegramda xullas mana shu gullarimiz kataloglari bor. O'zingizga yoqqan stilni tanlaysiz, xuddi o'shani bir mana shunday holatda mana qilib beramiz. Qadrli obunachilar,
ideal holatda chiqdi. Xudo xolasa hozir keyingi obyektimiz Quvada, keyin Andijonda, yana Rishton tomonlarida bo'ladi. Xudo xolasa keyin Namangan tomonidan ham o'sha zakaz oldik mana bugunning o'zida. Xudo xolasa u yerlarda ham imkon qadar video qilib chiqarishga harakatini qilamiz. İşten bo'shaganda mana hujjatlarni kачествоsi tiniq holatda mana. Ko'rib baholaydilar. Bu xullas diodsiz variant. Ya'ni ko'pchilik diodda faqat yonib turganda yaltiraydi xolos. Bu bo'lmasa o'zi xira deyotganlarga mana kачествосiga ahamiyat beringlar, tiniqligini mana. Tiniq narsa telefonda ham tiniq chiqadi. Xira narsa telefonda ham o'sha xira chiqadi baribir. Xullas juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Pulga arziydi xullas. Ham arzon holatda bityapti. Hozirgi kunda mana ro'za Ramazon oyida xullas kelishtirilgan narxlarda qilib beryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.